Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Kirib kelayotgan Qurbon hayiti barchangizga muborak bo'lsin. 2026-yil 27-may, ya'ni chorshanba kuni Qurbon hayiti namozini o'qish vaqtlari bilan batafsil tanishamiz. Quyidagi jadvalda barcha viloyatlar uchun Qurbon hayiti namozini o'qish vaqtlari keltirilgan. Misol uchun, Toshkent shahrida 5:10 da o'qilinar ekan, Andijon shahrida esa 5:05 da. Xorazmda esa masalan 5:50 da, Qoraqalpog'iston Respublikasida esa 5:55 da. Ushbu jadvalda barcha viloyatlar uchun Qurbon hayiti namozini o'qish vaqtlari keltirilgan. Agarda siz Qurbon hayiti namozini o'qishni bilmasangiz, biz kanalimizga yuklab qo'yamiz, bemalol o'shandan ko'rsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa YouTube qidiruv bo'limiga Qurbon hayiti o'qish namozi o'qish tartibi deb yozsangiz, batafsil holatda video qo'llanma chiqadi. Kirib kelayotgan Qurbon hayiti muborak bo'lsin.